Assalomu alaykum azizlar. Men sizlarga juda chiroyli bir mahsulotni aytib o'tmoqchiman. Bu inson baribir yashash ekan, har bir yashagan inson sog'lig'i uchun kurashadi. Masalan, sog'lig'ingiz hamisha ham bir xil bo'lavermaydi. Chunki inson yuradi, yurganda egilib yuradi, yoki bo'lmasam qaddini buklab yuradi. Bir ko'p biz yosh ulug'lardan eshitamiz, qaddini g'oz tutib yur, g'oz tutib yur. Haligi egilmagin deyiladi. Chunki bu xohlaysizmi, xohlamaysizmi, hayotda odam yurgandan keyin mana bu yerda yelkada yelka chiqib qolishlari bor. Har xil og'riqlar paydo bo'ladi. Yelkada, boshda qolaversa, mana shu har bir to'qimalar bor joyda og'riqlar paydo bo'ladi. Yosh o'tgan sari. Ana uni qanday qilib bartaraf qilish kerak? Buning uchun mana sizlarga tayyor mahsulot. Mana uy sharoitida men shaxsan mana uy sharoitida foydalanyapman bundan. Mana bu yerdan boshni kirgizib, mana boshni kirgizib va boshni mana bunday chiqarib qo'yasiz. Ana, bosh kirdimi? Endi oyog'ingizni sekin asta qo'yib yuborib, o'zingizni bemalol his qilsangiz, mana shu tortilgan mahsulot sekin asta mana shu pag'onalarni hamda mana shu og'riqlarni yaxshigina davolaydi. O'sha yerdagi og'riqlar birinchi kun, ikkinchi kun og'rishi mumkin, lekin sekin astalik bilan o'sha og'riqlar bartaraf bo'ladi. Buni men o'zim uy sharoitida mana foydalandim va foydalanib shuni foydasini va menga nisbatan sog'lig'imga foydasini sezganim uchun sizlarga tavsiya qilyapman. Atigi 350 ming turadi. Ichida hamma sharoiti bor. Faqat o'sha osadigan joy bo'lsa, shuni osib qo'ysangiz bo'ldi. Instruksiyalari, boshqasi, nima narsalar kerak bo'lsa, hammasi mujassam.